2026 Cobalt avtomobili o'zining zamonaviy dizayni va samarali ishlashi bilan juda ko'p haydovchilarning e'tiborini tortadi. Ushbu model kichik sedan segmentida juda qulay va ishonchli transport vositasi hisoblanadi. Cobalt shaharda harakatlanish uchun juda mos bo'lib, tor ko'chalarda silliq boshqaruv va qulay to'xtash imkonini beradi. Tashqi ko'rinishida nafis chiziqlar, yangilangan faralar va jozibali radiator panjarasi mavjud bo'lib, bu avtomobilni yo'l bo'ylab ajralib turadigan qiladi. Uzoq yo'l safarlarida ham bu avtomobil ishonchli hamroh bo'lishi mumkin, chunki u juda barqaror va qulay harakatlanishni ta'minlaydi. Salonda sizni keng ichki makon kutadi va bu haydovchi hamda yo'lovchilar uchun juda muhimdir. O'rindiqlar sifatli materiallardan tikilgan bo'lib, uzoq vaqt davomida qulaylikni saqlaydi. Markaziy konsolda joylashgan media tizim sensorli ekran orqali boshqariladi va Bluetooth, Apple CarPlay hamda Android Auto funksiyalarini qo'llab-quvvatlaydi. Bu haydovchiga o'z telefonini avtomobil bilan bog'lash va sevimli kontentini boshqarish imkonini beradi. U sportlar mobil qurilmalarni zaryadlash va ma'lumot almashish uchun mavjud bo'lib, bu zamonaviy talablarni qondiradi. Havoni konditsioner orqali boshqarish tizimi salon ichidagi haroratni qulay darajada ushlab turadi va yo'lovchilarga qulay muhit yaratadi. Cobalt dvigateli juda samarali ishlaydi va past yoqilg'i sarfi bilan ajralib turadi. Bu avtomobil kundalik foydalanishda juda tejashni ta'minlaydi va xarajatlarni kamaytiradi. Avtomatik uzatma qutisi silliq tezlanishni beradi va shahar tirbandliklarida ham qulay boshqaruvni ta'minlaydi. Suspenziya tizimi yo'l notekisliklarini yutib yo'l bo'ylab farovonlikni oshiradi va salondagi shovqinni kamaytiradi. Bu esa uzoq safarda ham haydovchi va yo'lovchilarga yoqimli tajriba beradi. Xavfsizlik bo'yicha Cobalt Apps barqarorlik nazorati va old hamda yon havo yostiqlari bilan jihozlangan. Orqa parkovka datchiklari va orqa kamera tor joylarda to'xtashni juda osonlashtiradi va yo'l harakati xavfsizligini oshiradi. Bagaj bo'limi yetarlicha katta bo'lib, kundalik xaridlar yoki sayohat buyumlarini sigdira oladi. Orqa o'rindiqlarni buklash orqali yuk joyini kengaytirish mumkin. Videoni tomosha qilayotganda barcha funksiyalarni diqqat bilan o'rganing va o'zingiz uchun to'g'ri qaror qabul qiling. Agar siz hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, Tarmax kanaliga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu yerda sizni eng so'nggi avtomobil sharhlari va batafsil tahlillar kutmoqda. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring va qaysi model haqida keyingi videoni ko'rmoqchi ekanligingizni yozing. Cobalt sizga kundalik hayotda ishonchli va qulay transport bo'ladi.